Endi 2026-yilning 1-apreldan boshlab mana bunday avtomashinalarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida to'lovlar bankomatdan foydalanib hamda elektron tarzda amalga oshiriladi. Mazkur tartibning asosiy maqsadi naqd pul aylanishini qisqartirish, yashirin iqtisodiyotni kamaytirish, soliq tushumalarini shaffofligini ta'minlash hamda zamonaviy moliyaviy infratuzilmalarni shakllantirishdir. Mutaxassislar fikricha, raqamli hisob-kitob tizimi tadbirkorlar uchun ham qulaylik yaratadi. Naqd pulsiz hisob-kitobga to'liq o'tish moliyaviy imtiyozni ham mustahkamlaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 25-yil 10-dekabrdagi naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2025-yil 10-dekabrdagi 246-sonli farmoniga muvofiq 2026-yil 1-apreldan boshlab transport vositalariga yoqilg'i quyish shoxobchalari orqali aholiga neft mahsulotlari, siqilgan va suyultirilgan gaz sotish hamda elektr transport vositalarini quvvatlash xizmatlari uchun to'lovlar faqat bank kartalari orqali va elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirish belgilangan. Bu borada inspeksiya tomonidan ushbu jarayon bosqichma-bosqich monitoring qilib borilmoqda. Bundan asosiy maqsad tadbirkorlik subyektlarini jazolash emas, balki tizimni to'g'ri yo'lga qo'yish, qonun talablariga muvofiq ishlashini ta'minlash hisoblanadi. Mas'ul idoralar tomonidan jarayon bosqichma-bosqich monitoring qilib boriladi. Asosiy maqsad tizimni to'g'ri yo'lga qo'yish va qonun talablariga muvofiq faoliyat yuritishni ta'minlashdir. Shu munosabat bilan yoqilg'i quyish shoxobchalari rahbarlardan to'lovlarni qabul qilishda bank kartalari va elektron to'lov tizimlariga to'liq o'tish so'raladi.